Assalomu alaykum hurmatli No'qat Qo'rji motor kanali qatnashchilari. Bugungi kunga 1-may 2023 yil biz No'qat Aylako'tning Saxoboy Salu bog'idan keldik. Shu yerdan ma'lumot olamiz. Bizdan olsa like bosib komment yozib qo'yinglar hurmatli o'g'illar. O'zingizning otingizdan No'qat Qo'rji motor kanalining otidan bugun 1-may emgakchilarning bayramini qutlaymiz. Doimo tinch bo'lsin, omon bo'lsin. O'lkamizda tinchlik, jon omonchilik bo'lsin. Ketganda biz shu joydan ma'lumot olamiz. Çayxanalarni bilib beramiz, qanchadan osh qiladi, mesalarni ko'rib, sizga ma'lumot olamiz. Ana sizlarga aytib ketayotgan narsa 9-may Ulu Vatan ekan Ulu Vatan ekanlik so'g'ish bayramına qarata 9-mayga katta cho'ng kurash bo'ladi ekan Saxoboy Salu bog'ida. Shunga sizlarni chiqarib ketamiz, borib kelib yaxshi solib ketdingizlarni so'raymiz. Ketganda. Hurmatli tuğanlar, mana keldik hozir, mana Nasrullo deb No'qatda nomer 1 çayxonasi bor. Shu yerdan ma'lumot olib, mana keldi hozir. Hozir serlarni ko'rsatgan. Inshaalloh ma'lumot olib beramiz. Hammalaringga hurmatli Qirg'izistonlik jamoat, so'rilarimiz bor Saxobada, inshaalloh mana so'rilarimizni ko'rishlaring mumkin. 15 ta so'rimiz bor. Xizmat faol qilib beramiz inshaalloh. Osh, perajo, dumlama qanaqangi xizmatlar bo'lsa, inshaalloh chiroyli holatda uzatib berishni harakatida bo'lamiz. Senalar ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yengil, ko'nglaringga qattiq tegmaydigan holatda chiroyli qilib uzatib beramiz. Alan taqsirlar bir so'rada sizga. Soat qanchadan qanchacha ishlaysiz? Shuni aytib qo'ysangiz. Ertalabki 7 dan kechqurun 12 gacha inshaalloh yaxshi. vaqtimiz. Pulini aytib qo'ying. Pullari so'rilar kelishimda 700 so'm, 1000 so'm har xil, so'rini katta kichigiga qo'yadi. Anan keyin qadar yengil qilib beramiz. anan telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi. Telefon nomerlarimiz 554 bilan 62 12 32. Bo'ldi, rahmat, Alloh razı olsun. Ismim Nasrullo. Telefon qilib bemalol murojaatga chiqishlaring mumkin. Qanaqangi mana shu ovqat bo'yicha xizmatlar bo'lsa, albatta No'qat Qo'rji motor kanalining otidan esa sal skidka qilib berasiz, inshaalloh. Albatta skidkalari bilan chiroyli qilib beramiz. Bo'pti, Alloh razı olsun. Rahmat. Tabriklar so'rashni ko'rsatib qo'yaylik mana. Qarangizlar. Namozxona ham bo'ladi ekan, mana o'ng'ayli qarasangizlar. Buna shu kishiga so'rangiz qancha? Ha? Buna kishiga so'rangiz. Bu so'rlar 700 so'm. Qanchadan botadi? 10 kishi botadi. 10 kishi botadi, ha? Maşallah. Mana ishlarni nima qilib ko'rsatdi inshaalloh. Bugun Xudo Alloh nasib qilsa shu yerda o'zingiz osh qiljangiz. Mana 10 odamlik mesta ekan mana. Qirg'izistonning qaysi burchidan kelsangizlar da birinchi mana Saxoboy degan joyning janna Nasrullo deb aytsangizlar o'zlari nima qilib beradi. Buni ko'rsatib qo'yaylik. Arinter Saxobani eshigidan kirganda prямо fontanda oldiga kelasizlar. Fontanda pastidagi mana shu Birinchi choyxona. birinchi choyxona bo'ladi. Bitta ko'rsatib qo'yasiz. İnşallah mana qarangizlar. Mana kelganda mana bu qabr bor. Mana qabr. Joy deb qo'yadi bizga qirg'izlar. Joyning janida mana birinchi choyxona qarangizlar. Nasrullo desangizlar keladi. Mana 15 ta servis bor ekan. Kelib bemalol olib ketaverasiz. Pirejok, osh, dimlama, polni qiladi ekan. 1 kilo oshi 1750. 1750 ekan. Hamma yo'g'i Çayı polni ichida, mesasi ichida kelib bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Telefon nomerini aytdi. Bo'lsa telefon nomerini ham yozib qoldirib qo'ying inshaalloh. Alloh qo'ysa kelib es olib ketinglar. Bugungi bayramda ko'ngil bo'lsin. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar, mana 15 ta servis bor ekan. Mana seriya qancha odam o'tadi? Ha? Nasrullo. Qancha odam o'tadi bunga? Bular 15-20 kishilik. 20 200 so'm, 1000 so'm, 1200 so'm. 20 ta odam o'tar ekan bunga. Birimga 200 kam bor ekan. 1000 so'mga qilib berar ekan. Qarangizlar, hurmatli o'g'illar. Mana. Hurmatli o'g'illar, mana ochiqxonasi ham sanitarga javob beradi. Qarangizlar, mana toza. Bolalar ishlashdi. Qarangizlar, mana yaxshi. Bayramingizlar bilan. Yaxshi o'ltadi. Ochiqxonalar ham yaxshi. Qarangizlar, aylantirib tortirim. Bor joy joyinda ekan, dimnoma bulut. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Kelib bemalol Nasrullo desangizlar, bemalol es olib kelsangizlar bo'ladi, hurmatli o'g'illar. 1 kilo oshing 1750 so'm ekan. Bor joy ichida, qarangizlar. Shashliklar 80 so'mda. 80 so'mdan qisqo'y farshi 50 so'm ekan, qarangizlar. Kelib bemalol jeb kelsangizlar bo'ladi ekan mana. Bugun bismillah deb ochilib turibdi. Joyi bekar, chayi bekar ekan, qarangizlar, yaxshi. O'zingizning bolalar. Assalomu alaykum. Kelib bemalol jeb kelsangizlar bo'ladi. Choy bekar, joy bekar, kelinglar. Samsa jo'g'gan ha taqsir. Samsa bor mana. Qanchadan samsa? Samsa tortib qo'yasizmi? Samsan tortib qo'yadi, o'zi bor, vasa. Qarangizlar, mana bolalar chay ichadigan. Tomor tortib o'zim bolalar.
Bayramlar bilen. Samsa qancha so'm tartaqsir? Somsa 80 so'mlik somsa. 80 so'm. Qaranglar, mazza samsa ekan, pishib o'tadi. Hozir pishib. Yuzib Joylab qo'ydim. mazza ekan, qaranglar. No'g'at qo'yish 24 kanaldan kelsangiz, sal arzonroq ham qilib beradi. Xudo shu abed bo'ladi, Alloh buyursa. Inshaalloh. Kelinglar. Mazza ekan, qaranglar samsa. 80 so'mdan. Men samsasi. Molqu, mol eti, mol eti ekan, qaranglar. Maşallah. Hurmatli ona shunday sahobaga solib bog'da yuramiz, qaranglar. Bugun bayramda odamlar mana jo'xshalik usulum. Qaranglar. Odamlar ham kelib jotishadi. Mana morojna suvlar bor. Kelib bemalol solib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli o'g'illar. Bunda chiqib ketamiz hozir. Bunda chiqib ketamiz hozir, xudo xohlasa. Qaranglar, hurmatli o'g'illar. Odam soni ko'p, xudo xohlasa, qaranglar. Bu joyda ham odam, bu joyda ham odam. Bemalol kelib solib ketsangiz bo'ladi, hurmatli o'g'illar. Hozirga ko'sh bo'luvchi yerni ko'rsatamiz, qaranglar. Hurmatli o'g'illar, mana qaranglar, bu joy bor joy bor ekan, mana flesh bor ekan. Qisqasi, qonta qo'la deysizlar, chay deysizlar, tong qo'lni bor ekan-da. Saxobatach kelib bemalol yo'q ketsangiz bo'ladi, hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, ko'shga o'tirgan joy mana shu yer. Ertaga 9-may kuni ko'sh bo'ladi, shu yerda qaranglar. U otam ekanning sovushini u jengish kuniga qarata ko'sh shu yerda, hurmatli o'g'illar. Kırgızistan bo'yidan balvonlar keladi, deputatlar keladi. Admonlar bor ekan. Mashina o'ynashlar, maqsadga qancha ekan hozir tushib bilamiz, kattalardan. Assalomu alaykum, hurmatli o'g'illar. 50 so'mdan 3 kilo qarasangizlar, mana jo'x maqsadlar bor ekan, kelib o'ynab ketsangiz bo'ladi, hurmatli o'g'illar. Mana 3 kiloga 50 so'm ekan. Mana bolalar bor o'ynashlar, bu yerda kurash bor, bu aslında inshaalloh 9-may kuni. Mana qancha ona mashina? Mana mashinang. Ha? Mashina qancha? 5000 TL so'mmi? Hurmatli o'g'illar, 5000 TL so'm ekan, mana qarangizlar. Hozir mana bola ketdi buna. Mana ketdi mashina. Motorda qaranglar mana. Hurmatli o'g'illar, mana katta hozir qarangizlar. Asta sahobaga solib bog'onda yuramiz. Hurmatli o'g'illar, 1-may 2023-yil ishlar jamoat bo'lib o'tadi. Shu qarorga keldik biz. Keldim yo'qsangiz bo'ladi. Solib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli o'g'illar. Toplar qancha toplar? Ha? Mana chekadagi. 50 so'mdan. Maşallah, kelib olib kelsangiz bo'ladi, hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, qaranglar mana ketib ketamiz. Jo'mur boshlaydi, xohlasangiz. Maydalab joy o'tachamiz. Maydalab jo'mur joy o'tadi. Qaranglar, hurmatli o'g'illar. Tuqum qancha tuqum? 20 so'mda. Pishqonmi? Ha, yo'q, 20 so'mdan ham pishqon tuqum. Qaranglar. Mana bu sherbetda 20 so'mdan 30 so'mdan ekan. Piskam ketganmi? Ya, morojna qancha morojna? 20 so'mdan 100 so'm o'shan ekan. Kelib bemalol jeb ketsangiz bo'ladi. Soat qanchadan qanchaga ishlaysizlar? Sizlar to'g'ri qanchadan ishlaysizlar? Soat 8'den kechki soat 12'gacha ishlayotgan. Hurmatli o'g'illar, kelib jeb ketsangiz bo'ladi. Qaranglar. Qancha olib berasizlar? 10 so'm. Jo'x pirash ekan, qaranglar. Arzon ekan, 10 so'm. Kelib jeb ketsangiz bo'ladi ekan. Hurmatli o'g'illar, shunday yuramiz. Qaranglar, yer solib olganda. Vardır mana yo'q, shu xudo shu.
Hozir ati yo'qsan, pati yo'qsan jo'q o'tamiz. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Canım cevap atıyor qarangizlar. Canım maydan cevap atıyor. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar, shashlik kebab bor ekan 50 so'mdan. Joyi bekar, chayi bekar ekan, qarangizlar, kelingizlar. Kelib ko'taringizlar. Samsa ham bormi? Yo'q, somsa yo'q. Только shashlik ekan. Krash ekan, ha? Krash qanchadan? 10 so'mdan. Krash 10 so'm ekan, qarangizlar. Mansiz ekan. Kelib 5 ta krashga bir chaylik ichasizlar, to'yibsiz, bemalol. Shashlik bilan qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Kelingizlar. Hurmatli tuğanlar, hozir ati yo'qsonga keldik. Aylanamiz hozir, qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Hozir olsa inshaalloh bismillah deb aylanamiz. 3 minut 50 so'm ekan. Attraksiondan hozir aylanamiz, hurmatli tuğanlar. Qarangizlar, sahibi solib olaman. Hurmatli tuğanlar, mana ketdi, qarangizlar. Hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, mana qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Mana bo'ldi. Keldik so'nga 3 minut ekan, qarangizlar. Yo'q, qancha ha? Yetti yaşdan 70 yaşgacha so'lar ekan, hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Jo'q ekan. Kelib o'ynab ketsangizlar bo'ladi. Hurmatli tuğanlar, daha bir yo'l eskarib ketishni esa biz hozir Saxovoy solib olgan mana bu Muqatroy Qarag'och aylining bir bola bor ekan, Murza degan, shoning chayxonasiga keldim mana. Boy Murza degan chayxona ekan, soat 7:00 9:00 ishlaydi ekan. Qarangizlar, hozir kiramiz, ma'lumot olamiz. 13 ta servisi bor ekan. Xizmatkorlardan hozir so'rab beramiz. Qanchadan ishlaydi. Osh, prej yo'q. Daha nima qiladi? Telefon nomerlarini aytadi. Kelib, bemalol ne bo'lib kelsangizlar bo'ladi. Kes olib kelsangizlar, qarangizlar, meslalar kengri. Mana 13 ta meslasi bor ekan. Qarangizlar, motorlar sol kelsangizlar bo'ladi. Bemalol mana. Keldikmi? Hozir qarangizlar, o'z ma'lumot berdi. Assalomu alaykum. Chiqib ekan, xizmatxonaga keldik. Ma'lumot berib qo'ysam bo'ladi. Xotir oshlar, nima qo'yadi? Nasılsın? Kısmı? Sizda olsun. Xudo xolasa sava olsindir, xudo xolasa kel. Osh yeb ketingizlar kel. Bir kilosi qancha bo'ladi? Kunduzi qancha, kechasi qancha? 1 kilo osh, pirej yo'q. 1 kilo osh salati bilan, noni bilan 2000 gacha bor o'tadi. 1 kilo oshlar 800 900 gacha bor o'tadi. No'qat Qo'rjimatov kanalidan kelib kelsa, arzonroq skripkasini qilib berasizlar. İnşallah. Telefon nomerini aytib qo'ysang bo'ladi. 71 bilan. Ha. 29 28 76. Murza desanglar bo'ladi inshaalloh. Mana keldi o'sha qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Mana ajakam keldi. Bayramlar bilan. Rahmat. Mana kel, qarangizlar, mesalar kengir ekan. Hurmatli tuğanlar. Go'shtdan aytib qo'ysang. Qo'y go'shti 600, mol go'shti 500 so'm. Quyruqchi. Quyruq ham 600 so'm. Quyruq ham 600 so'm. Bemalol kelib yo'qsanglar bo'ladi. Qarangizlar mana. Mesasi kengir. Mana bu hozir ko'rsatamiz. Geç. Qarangizlar, hurmatli tuğanlar. Kengir, mesasi joyi. Qancha seri bor? 13 ta so'ri bor. O'sha sen nima chuqurgacha tartib qilib. Chuqurgacha ekan, ha? Odamda bor. Odamlar ekan, hozir odamlar choy ichayotgan, qarangizlar. Namozxonasi bor, bor joyi bor, qarangizlar. Bizdan Xudo Alloh nasib qilsin. Mesjid bor mana bu yerda. Bor joy Bu bor. mechiti bor ekan, qarangizlar. Buni narxasida. Ha, bo'ldi. Mana shu bola xizmatda, doimo yerning xizmatda. Kelib yo'qsangiz bo'ladi. Iskanda. Aytib ketishni esa undan mesda otni aytib qo'ydim-da. Mesjid shu Chayxona oti. Boymurza chayxonasi deb kelaverasiz. Boymurza chayxonasi, ha? Qarangizlar, yaxshi. Mesasi ham konkret ekan, Boymurza chayxonasi. Alloh razı olsun. İşine yirik Allohim o'zi qo'lda olsin inshaalloh. Boshlayib ketingizlar. İnşallah.
Mana noqat emas, mana Qirg'iziston bo'yidan kelsangizlar bo'ladi. Boymurza chayxonasi desangizlar o'zi to'silib qarangizlar. Assalomu alaykum. Qirg'iziston jet ovlasa kelsangizlar bo'ladi. Mana qarangizlar, hurmatli keldi mana. Hurmatli mana ochiqxonasidan ko'rsatib qo'yibsiz qarangizlar. Mana o'zimizning oshpaz bor. Yaxshi. İşe yer borsın aka. Baxa aka. İş bo'lyaptimi? Maşallah mana. Powerda mana oshda jirni qiladi. Mazza osh qiladi, osh jegana bor mana, jegana bor mana qarangizlar. Mana. Çayxonasi bor, mana çayı bekar, çayı bekar. Kelingizlar. Çayı bekar ha? Ben çayı bekar ekan. Onam adaş stilo. Yo'q, ona çayı bekar. Kelaversam Boymurza çayxonasına kelib davomli oshlardan nima qilib bersangiz bo'ladi. Mo'tg'onlar. Qarangizlar. İşte. Mo'tg'onlar qarangizlar buna. Adam soni ko'p inshaalloh. Buyursaç. Keng mana cho'g'ona xush kelibsizlar. Mayramizlar bilan mana Bo'lan chayxonasiga kelib qoldik. Kelib nima qilaringizlar? Bayramlar qutlug' bo'lsin. Tinchlik bersin. Shunday bayramlar yaxshi, tinchlik bo'lsin, yaxshi zamonlar bo'lsin. Çayxona qulluq bo'lsin cho'g'ini. Elning xizmatini jarasin inshaalloh. Moyli sutli bo'lsin. Yaxshi ishlar kiraveringlar. Bo'ldi. Duoңыз bering ham. Amin. Tilеңizde Allah kabul kılsın. Her bende maksataga jetsin. Şu baldarın bilen işlerin işleri rıvaj versin. İnşallah. Amin. Hakkınları yaxşılıklarga bulunsun. Amin. Köten arıkten karısın. Neti bu tileğin Allah kabul kılsın. Sizler bilen işleriniz rıvaj versin. Arkalıqlara rahmat. Allohga rahmat. Ajenen duosini olg'im inshaalloh. Bo'lar. Mana qaranglar, o'sha kelib o'tirishadi. Mana ejamdan ham intervyu qo'yib qaytadan keldi, o'zini tanishtirib nima qilaversin. Men özüm uşul Nokat rayonundan Jatan ayına geldim. Uşulumuzda uşul yerde açıptır. Kudayım berekesini versin. Ne maksat ulaşkan olsa maksatla jeteversin. Şu bayram günleri bardığı жақсы oynap ketişini sıranavız, işnesilen öksü bolboy, şu ülkelerim sözlerde açıptır, çayxanalarda kılıptır, bardığı istemiş yere gelip oynap ketipattabız. Sizlerge de çoğun rahmat, iyilik kalayım işinlerge bardığına ders olup versin. Bugünkü bayramınlar kutlu olsun. Maşallah rahmat. Allah razı olsun bayramınızdan bilen. Bo'pti. Rahmat Allah razı olsun. Ko'ringizlar, mana opalasi, opasi, ejileri duosini berdi inshaalloh. Yaxshi bo'lsin inshaalloh. Jonmuroq Qoravoy keldi, qarangizlar. Mesjasi kengir ekan. Jandan mechit bor, juma o'qiyim desangizlar bor. Qirg'izistonning qaysi burchidan kelsangizlar bo'ladi, Jeta oblastdan kelsangizlar bo'ladi. Men bilmaysiz, qaysi Qirg'izistonning qaysi yeridan kelsangizlar, Boymurza chayxonasi desangizlar kelsangizlar bemalol xizmat qiladi, mana bolalar xizmat qilishadi. Kelib esa olib ketinglar, hurmatli tug'onlar. Keng. Sizlar bayramimiz bilan xush kelibsiz. O'zingiz tanishib keting. Vardığlar bayramılar ben o Kaydagaç'tan bulup Osman atım. Buna şu Muza Bacam Çaykanası'na bayram toskadı geldik. Vardığın kegile buna şu Kırgızlar kegile. Kelib mana chayxonaga kelsangizlar, kurtotalar bor ekan. Chinisi 50 so'mdan iskan 30 so'm ekan. Mana chavat bor ekan, qaymoq chavat. Ko'rsatib qo'yasizmi? Qaymoqdan chavat ekan, qarangizlar mana. Jo'qshi. Mana chavat ejim zerik bersin. Mana qarangizlar, suykom ekanda, to'g'ri suykom bo'lsa. Kelib bemalol kelib kelsangizlar bo'ladi. Boymurza chayxonasiga kelib kelsangizlar kurtotalar bor ekan, polni messalari kengir ekan, qarangizlar, hurmatli tug'onlar. Xudo xohlasa maydan boshlab avgustgacha ishlaydi, sentyabrgacha ishlaydi. Kelib bemalol ketaversangiz bo'ladi. Tun soat 12 gacha ishlaydi ekan. Hurmatli tug'onlar. Hurmatli tug'onlar, odam ko'p, qarangizlar mana. Odam soni juda ko'p. Shu bilan Noqat Qo'rjimator kanaliga bilan qo'shib, tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Bayramni ko'ngil o'tkazinglar demoqchimiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.